Chilonzor tumanida 2 xona kvadrat keng novostroyka uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun bizlar bilan Chilonzor tumani 26-kvartalda joylashgan 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan premium klassda ta'mirlangan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz glavniy eshigidan kirib kelish, o'zining eshiklari, stroyniy shkaflari bilan bu yerda oynamiz keladi, oshxonamiz keladi birinchi bo'lib. Oshxonamiz loft uslubidagi mebellar, ko'rib turganinglardek barcha mebel va texnika yaxshi sifatlisidan qo'yilgan, yangisidan. Ko'rib turganinglarda o'tirib ovqatlanish uchun stol stullar qoldirib ketilgan uyimiz egalari tomonidan. Koridorimizdan o'ng tomonimizda ota-onalar xonasi keladi. Ota-onalar xonasi ham 6 metrga 330 bo'lgan keng va shinam ota-onalar yotoqxonasi. Sifat va rang uyg'unligiga alohida e'tibor bilan ta'mirlangan uyimiz. Ko'rib turganinglardek razdelni sanuzelimiz keladi. Kafelar ham yaxshisidan terilgan. Uyimiz umumiy maydoni 67 metr kvadratdan iborat bo'lib, 9 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan. Sho'rva kabinamiz. Uyimiz topli pol sistemasi bilan ta'minlangan bo'ladi. Bu yerda esa mehmonxonamiz ko'rib turganinglardek o'zini mehki mebellari, televizorlari bilan. Uyimiz yuqorida aytib o'tganimdek 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan xonasi. Bu yerda bolalar xonasi qurib bemalol foydalanishalaring bo'ladi. Dars qilish uchun stollar qoldirib ketilgan, mebellari. Uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 26-kvartal Uchtepa Avenue Novostroyka, Korzinkaning orqasida joylashgan Novostroykamiz 2-qavatda joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari $105 ming AQSh baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.